Bolaligimda oilamiz ancha nochor ahvolda edik. Bir kuni otam uyga ozroq shirinlik olib keldilar. O'sha oqshom shirinlikni choy bilan talashib, bo'lishib tanovul qildik. Ertasiga maktabimizda shanbalik edi. Onam tushligimni sumkamga solib berdilar. Bir kesim pishloq, bir siqim mayiz va bir burda o'sha shirinlik. Tushki payt hamma ovqatlangani bir joyga yig'ildik. Sinfdoshlarimning oldilarida qovurilgan, pishirilgan, qaynatilgan turfa mevalar, shirinliklar mo'l edi. Ularning oldida mening tushligim g'arib ko'rinardi. Bir sinfdoshim hatto bularni qorovulni ituvchi olib kelgan bo'lsang kerak-a, dedi. Ko'plar kuldi. Men yerga kirib ketgudek bo'ldim. Yig'lagancha davrani tark etdim va to'g'ri uyga kelib onamga baqirdim. Nega bir parchagina shirinlik soldingiz? Sinfdoshlarim bir dunyo yeguliklar olib borishibdi. Sizni deb hammaning oldida uyatda qoldim. Onamning ko'zlari jiqqa yoshga to'lib, ovozi titradi. Bolam, kecha dasturxondan menga tekkan ulush shu edi xolos. G'alati bo'lib ketdim. O'zimdan xafa bo'lib nafratlandim. Onamni quchib uzr so'rashga ham botina olmadim. Bilaman, o'z og'zidagini menga ilingan onam mendan xafa bo'lmaydilar. Lekin o'shandan buyon onam oldida uyatliman. Har safar oldimga shirinlik qo'yilsa, supermarketdan sotib olayotganimda o'sha kunni eslayman. Ona qalbi naqadar xokisor, naqadar buyuk.